Mumkinni yana bir navbatdagi mehmoni Kumush Zakirova. Hozir tutib olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi topib men sizni qidirib kelsam o'zbek filmga. Siz mana buni taqmaysizmi? Voy, bo'ldi, taqamiz. Men ushlayman. Shu g'ala qoling. Xullas, men sizga Mumkin platformasidan sovg'a olib keldim. O, buncha zo'r nima bor? Ko'rishingiz mumkin. Buncha zo'r hozir ochamiz. Mumkin nimaligi haqida sizga aytmoqchiman va siz orqali boshqalarga ham shu narsani aytmoqchiman. O'zbekistonga xohlagan narsangizni, xohlagan mahsulotingizni yo bo'lmasa biron bir xizmat turlarini bemalol chegirmada va aksiyada xarid qilishingiz mumkin. Mumkin platformasi orqali. Men bir ikki marta eshitganman. Men juda ham qulay programma. Skitkada kimgadir nimadir kerak bo'lsa, sразу kirib oladi. Buncha zo'r. Men buni ochib ko'raman. Hozir ochib ko'ring. Ochib ko'raylik, kelinglar. Borida bitta narsani aytib qo'ying, tadbirkorlar uchun. Agarda sizlar qanaqadir skitka yoki aksiyalar o'tkazayotgan bo'lsangiz, bemalol Mumkinga murojaat qilishinglar mumkin. Men eng yaxshi ko'rgan shokoladim bor ekan. Bo'ldi. Zontik. Yo'da zontiklar. Buncha zo'r yomg'ir yog'ishiga tayyorman. Sizga termizlar. Vau. Va mana bu svitsernik. Mana mashina qo'yib, mana buni ustiga qo'yib, sekin Mumkinni o'tirib olib, skachat qilasiz. Zo'r ekan. Rahmat katta va zo'r. Omad ishinglarga. Rahmat. Shunaqa skitkalar ko'payaversin. Ilohim aytganingiz, sizni ham ishlaringizga omad, ijodlaringizga omad. Mumkinni barcha yurtdoshlarimiz yuklab olishini tavsiya qilaman, shu jumladan sizga. Hozir men sizlar uchun mana shu Mumkinni silkasini qo'yib qo'yaman, sizlar skachat qilib olasizlar, bemalol sizlarga qulay bo'lishi uchun. Shoshilinglar tezroq. Rahmat katta. Sizga